O'sha mashhur koreyslarning ko'cha taomi toppokkini bunaqa mazali deb hech ham o'ylamagandim. Videoni ko'rayotgan bo'lsanglar, like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Qani O'zbekiston sharoitida toppokkini tayyorlash uchun idishimizga suv, tuz, yog'ni qaynash holatiga kelgandan keyin unni qo'shamiz va aralashtiramiz. Gazni tayini ham o'chiramiz. Kraxmalni ham qo'shamiz va birga aralashtirib stolimizga to'kib olamiz. Qo'limiz bilan yaxshilab xamir holatiga keltiramiz. Elastichniy xamir bo'ladi. Ana endi xamirlarimizni teng purzvolaga bo'lamiz va qo'limiz yordamida lentalar kesib chiqamiz. Tayyor kesilgan toppokkilarni qaynash holatiga kelgan suvimizga bitta-bittalab solamiz. Shunda bir-biriga yopishib qolmaydi. Toppokkilarimiz qaynab, suvni tepasiga chiqqandan keyin pishgan bo'ladi. Hammasini suzib olamiz va muzdek suvda yaxshilab chayib olamiz. Aynan shu retseptni albatta tayyorlab ko'ringlar. Shunda ramyonlarni ichiga solib yesanglar ham juda ham mazali bo'lar ekan. Sousi uchun paprika, tuz, shakar, soya, go'jon pastasini yaxshilab aralashtirib suvga qo'shamiz. Qaynab chiqqach, tayyor toppokkilarni ham solamiz va 5-6 minut qaynatamiz. Yaxshilab toppokkilarimiz pishgandan keyin sir qo'shib aralashtirib olsanglar ham bo'ladi. Bu albatta o'zingizlarga saqlab olinglar va koreyslarning mukbanini yaxshi ko'radigan dugonanglarga yuborib qo'yinglar. Kanalimga bo'lsa obuna bo'lib qo'yinglar. Hammaga yoqimli ishtaha.